La Liganing 9-turida Real Madrid Getafening ustidan minimal hisobda g'alaba qozondi va keyingi turda El Clasico bizni kutmoqda. El Clasico oldidan yaxshi xabarlar bor. Aytishimizdan avval videoga like bosib qo'ying. Avval yaxshi yangiliklarga qaytsak. Ikki qanot himoyachimiz Carvajal hamda Trent Alexander-Arnold El Clasicoda ishtirok etishga tayyor holatda deb xabar berishmoqda ispan nashrlari. Ginhausenning esa qaytishi aniq emas. Alonso ham tavakkal qilmoqchi emas. Ammo raqib klubda ishlar unchalik zo'r emas. El Clasico'ni aniq o'tkazib yuboradigan Barselona o'yinchilari Ter Stegen, Joan Garcia, Gavi, Olmo hamda Lewandowski